Siyishdagi qiyinchilik bir qaraganda oddiyga o'xshaydi, lekin ko'proq erkaklarda 50 yoshdan oshganlarda juda ham ko'pchilikni bezovta qiladi. Asosiy sabablari prostata bezining kattalashuvi. Prostata bezi kattalashgandan keyin bemor kechalari ko'p marotaba tashqariga chiqadi. Quvg'i to'la bo'shamaydi. Shuni evaziga bemorning halovati buziladi. Albatta, umumiy holat buzilgandan keyin qon bosimining oshishi, uyquning buzilishi, surunkali charchoq kelib chiqadi. Asablarning buzilishiga olib keladi. Undan tashqari, siyishdagi qiyinchilik to'siqlikning evaziga bo'lganligi sababli bemorlarda qo'shimcha xastaliklar rivojlanadi. Ya'ni chov sohalarida yoki kindik atroflarida, qorin devorida churalar paydo bo'lishi mumkin. Kimniki prostata bezini adenomasi, giperplaziyasi, siyishdagi qiyinchiliklar bezovta qiladigan